Vay vay, acayip çıkmadı ama tamam. Hozir buritib qoldi tomoqni chiqadi. Voy adaş bek asta bulaşkandan davamlılık gelsem işte tez çıkmaydı o da. Bugun shunda olib qolibdi. Odamchilik emasmi bugun? Qo'sqini ochirib. Bugun shunda olib qolibdi. Sabr qil adash. Adaşa avina cüret nimish qilibdi u? Bormi ya u? Jurat duka ochibdi adash. Bak yaxshi me'morda jumadi kun xiridalim shunday. Duka içtim ataqa. Voy qo'lda ish kelmaydigan kuylar duka içib oldi. Voy 4 kunlik adaş ko'rmas ulan almay. Vaqt berili adash. Ishlar yaxshi manson adash. Ketsin adash. Vallahi bilmay qayerda emas. Kimchi orasi o cüretni og'ingisi g'ayratmi? G'ayrat deysa, g'ayrat doktorlik o'qib turadi. Bugina shunday yaxshi bitirishchi ana ism jismonlar. Doktorlik o'qitdi da. Voy adaş sizlar bilan o'qitgan vaqtim ko'rdik, sizning oxirli mang'idga hech kim bilmaydigan bir guyg'u. Yaxshi adash shu vaqtda demoqchi. Shunda tirishchan tejmi? Diplomni yolg'onmikin deyman juma shu kuni. Doktorlik o'qiy olamdan shu. Unda demaydi. Shunda yaxshi me'morda tejmi darslar ko'ramiz. Adash vaqt kelganda. Adaş yine. Adaş adam güçlü yine adaş. Adaş yine. Bu güçlü yine adaş. Adaş bu güçlü yine. Adaş yine. Adam güçlü atsa adaş. Neyme? Adem güçlü. Biz bir mu'min, musulmon bo'lish sifatimiz bilan mushu g'ayvatning dunyo oxiratdagi xatirga faqat sal qaramasligimiz lozim. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Va la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu." Sizlar o'zaro g'aybat qilishmanglar. Sizlarning biringlar o'lib ketgan qarindishinglarning go'shini yeyishni yaxshi ko'ramsizlar? Hargizmi yaxshi ko'rmaysizlar deb bu oyatda g'aybat qilganlik o'zining eng yaxshi ko'rinadigan qarindishining ya'ni o'lib ketsa shuni go'shni yeyishga o'xshatdi. Buningdimi bir fasohatlik, balog'atlik o'xshatish bo'lmasa kerak qarindoshlar.